Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrlanan sizlar bilan har doimgidek Baxtiyor Xudoyganov uyimizda Bolgariyaning Sofiya shahrindamiz. Hozir yana xarajat qilib chiqdim produktda. Yurt turganlarning Billa magazindan. Bu yerda go'shtlar do'stlar juda ham arzon. Bo'lmasa, yana Sofiya shahrindamiz biz, Bolgariyada. O'zbekistonda no sababdan go'shtlar borgan sayin qimmatlab qoldi. Mal baqadon 30 chella o'zlarimizda bo'lsa, to'g'rimi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, paxta o'zlarimizda yetilishdi, to'g'rimi? Bug'doy o'zlarimizda yetilishdi. Kunjara o'zlarimizda chiqsa, hamma narsa o'zlarimizda bo'lsa-da, go'sht nechun 110, 120, 130, Toshkentda ko'rdim 140 ming so'mdan borda go'sht. Nima sababdan shunday ekan? Bu go'shtning narxini qachon tushiradi ekan? Qachon qarasa bir vajajaq bo'lsam, o'ylanasan-da O'zbekistonda yursang. Men Bolgariyada yuribman. Ishonavanglar. Yemedim deganda o'ldim deganda to'q go'sht olib yeyman-da. O'ldim deganda to'q go'sht olib yeyman. Qilim qolmadi deganda. Lekin mol go'sht ham juda ham arzon berdi. Sabab no sabab bo'lishi mumkin. Bu yerda go'shtning arzonligini undan da tashqari do'stlar, yana bir narsa aytib o'tadigan bo'lsam, bu O'zbekistonda borishi bo'lsa, bilmadim men. Nima qishloqlarda, kolxozlarda, boshqasida kamida 2 dan 3 dan mol bor, to'g'rimi? Mol o'zlarimizda yetishtirilsa, boshqa etilsa, fermerlar o'zlarimizda bo'lsa, fermalar o'zlarimizda bo'lsa, bu qachoncha davom etadi degan muddat sun'iy ravishda go'sht narxini oshirib, yemni narxini oshirib, o'tni narxini oshirib. Men bilaman, Xorazmda 30 yildan ko'p yer yo'q. Salmondan o'tirib baksam, bag'asam malingada, yo'q o'kizingni boshqasini. Tushunmadim men. Sizlar nima o'ylaysiz? Shaxsiy fikrlaringizni yozib qoldiring. Hozir go'shtcha so'm o'tiribdi O'zbekistonda. Nechun bu sababdan qimmatlab qoldi go'sht? O'zbekistondan bir bera o'zimga bir vaj olacak bo'lsam, yo bo'lmasa, normal kafega kirib o'tirib ovqatlanajak bo'lsam, palon vaji palon so'm ekan, tugan vaji tugan so'm ekan, menga bir 2 kilo go'sht olib bolalarim bilan o'tirib yeganim yaxshi deb o'tirmay ketgan yillar men bo'lgan O'zbekistonda yurganman-da. Sizlar ham shunday bo'lganmi? Bu go'shtni pulini palon yesa, bu vajni narsani palon kilo go'sht olib yegan yaxshi, yo bo'lmasa palon kilo go'sht olib boraman uy degan vaziyatlar sizlardan bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa, like bosib, bu videorolikimizni kengroq tarqalishida o'z hissalaringizni qo'shinglar. YouTube'dan videolarni ko'rib o'tasizlar, bilib o'tasizlar, boshqa aytib o'tasizlar. Lekin sizlarda like bosish kam do'stlar. Kommentariya, shaxsiy fikrlaringiz yo'qmi sizlarning? Shaxsiy fikr uchun sizlarni bir otib bermaydi yo yeb bermaydi. Yozinglar qasrdatib shaxsiy fikrlaringizni jaqirdatib. Ya shu o'tiraverajakmisizlar 200 ming so'm bo'lsam go'shtni qimmat narxlarda sotib olib yeb. Ayrim qo'shnilar ichida edi. Tadbirkorlar va shin nafsini yeb bergan. Karantin vaqtida ham ko'rdik, 10 so'mlik va 150 so'mga chiqqan. Ayrim mutasaddi tashkilotlar bu narsalarni kontrol qilinglar. Nima sababdan go'sht narxi oshib yotibdi? Nima bo'lib turibdi? Hamma narsa o'zlarimizda bo'lsa. Men bir qo'nishimni bilaman. Gashir, lablagi bu narsa mashinada bu o'kiz baholi zag'onni sotadi. Qassoblar ustida urush. Menga berdi. Bu gap qachoncha davom etadi do'stlar? Prosta men nima chekman bu gapim bilan. Hozir ayrim ayollar ham bir 4 qo'y olib baq, yo bo'lmasa bir 2 o'kiz olib bering, kichkinasidan katta bo'lsa sotamiz, 1-2 so'm foydalanamiz. Dedim bo'lsangiz, ozini qishatiradigan bo'lganda, ozini. Bir kilo o'tni men shaxsan o'zim 2 minutda yetirmay o'raman. 1 kilo o'tni 2 minutda o'rta. Al 5 minut vaqtda bir 4-5 kilo o'rsa bo'ladimi? Bir kunda yetaman molni. Allah sizlar ham bir erlaringizga bir ko'makchi, bir yordamchi bo'linglar deyman-da. Prosta men hayron qoladigan narsam, ayrim vaqtda o'zi topish uchun tayin yo'q.
ayrim ayollanamda. Bir gapni aytmayın dedim da, endi aytmasam bo'lmaydi. Og'riqli mavzu. Erni tekin aslib yotaveradilar. O'zi topib kelgan puli bu yoqda ishlaydigan bo'lsa, bir 2 million, 2,5 millionni o'tmaydi. Ayrimlari yana hammasini deb kommentariyada bundan deb yoz tashamanglar. Erni ko'makchi bo'lish uchun qat'iy bir 30 tovuqmi, 40 tovuqmi boqib, tuxumini bolalari bilan yeb, to'g'rimi? Kasalchilik bo'ladi, yo'qchilik bo'ladi, borchilik bo'ladi. Shu vaqtda shartta bir xo'razni, tovuqni so'yib berib, ajoyib etib. Bu barishında erkekler ayollara nisbeten xohisham bo'lmaydi, ishoncham bo'ldi. Erkeklar nechik odam yoqadi? Nechik ayollar yoqadi? Ekonomishni, birni ikki ketadigan. Ya bersang yeyman, ursang o'laman deydigan ayollar yoqmaydi. Shu borni tutib, mahkam tutib, shu erni ko'makchi bo'lib, hamma narsani yordam berib qarashadigan ayollar yoqadi. Yana bir narsani aytib o'tadigan bo'lsak, kim uyingizda bekor o'tirgandan, kim bolalaringiz tarbiyasi bilan shug'ullangandan ham hali bir 10-15 minut bir 4 dana qo'chqara ya bir 2 dana qo'chqara qarab kelganingizda hech narsa bo'lmaydi. Men o'zimni eksperiment etib ko'rganman. 3 dana qo'chqara olganman. 3 dana qo'zi qo'chqara olganman va uni boqqanman. Birisini sotganda 3sini puli kelib chiqqan. Ikkisi foydaga qolib ketgan. Keyin birisini so'yib sadaqatganman. Yetim yesir, bechora, qiynalib qolgan oilalari qolgandan olib, shuni foydasini ko'rganman. Shu maqsadda sizlar ham tavsiya qilaman. 3-4 ni olinglar, birisini sotsangizlar, shu 3sini puli chiqib ketadi. Olinglar, yana birisini sotinglar, yana 3 ni olib qo'yinglar. Ikkisi foydaga ketadi baribir. Shu narsalarni bir o'ylab ko'rasizlar degan umiddaman. Yuqori mutasaddi tashkilotlar bu go'shtlarning narxini ham kontrol etib turinglar, yemlarning narxlarini kontrol etib turinglar, o'tlarning narxini kontrol etib turinglar. Bu hammasi bir-biriga bog'liq-da buni. Yer yaxshi bo'lish uchun, yer yaxshi bo'lish uchun, farasatingga. Yer yaxshi bo'lish uchun dori berish kerak, mineralni o'g'it berish kerak. Ular ham qimmat. O'g'it bermasa normalni o't bermaydi. O't bo'lmasa mal normalni ovqatlangandan keyin tez semirmaydi. Ana shunday narsalarga ahamiyat beringlar. Hammasi bir-biriga bog'liq. Shuning uchun birinchi o'chirda shu o'g'itlarning narxini, keyin yerni naloga bo'lsa, shu narsalarni sal tushirishni yo'lga qo'ysangizlar, bu chorvachilikni rivojlanishini o'z qisalaringiz qo'shsangizlar, kursida o'tiravermeyin. Peshingizni bosib. O'zi sizlar shu kursidan turib ko'ringlar. Tursangizlar ham birovga kerakmi sizlarning kurslaringiz? Bir o'g'illar ketmaydi sizlarning kurslaringiz. Chiqib, no'da prezidentimiz mahallani rivojlantirish, mahalla iddiliklarni tashkil etib qo'ydi. Ko'ringlar shu narsalarni. Shart-sharoit yaratib beringlar, shu mol boqaman, fermerchilik etaman deganlar, boshqalara yoshlarni qo'llab-quvvatlab shuncha imkoniyatlar berib turibdi. Yana bu yerda yurtlar ko'pchiligi $1200, $1500 topib boshqa etib. Bizlar ham o'zlarimiz ichimiz Qirg'izistondan kelmadik. Prosta bolalarimizni eldindan hozir kuch-quvvatda bo'lib turgan vaqtimizda shart-sharoitlarni konkret etib yaratib qo'ysak, qarag'andan keyin oyoqni uzatib, rohatini ko'rib yotamizdek kelgan emas maqsadda. Bizlar ham yoqtirib berib kelib boshqa ishlatish. O'zbekistonda ham shu pulni topib yurdik. Lekin prosta yig'ilmay turadi. Bunga qarshi ketib turadi. Endi xudo xolasa asta-sekin yengilib boshladi. Qissadan qissa shuki, mening birinchi murojaatim shu mineralni o'g'itlarni, dorilarni narxlarini kamaytirib, shularni kontrol etib, undan tashqari yem mahsulotlarini va go'sht mahsulotlarini narxlarini kontrol qilib, yurtdoshlarimizga arzon narxlarda go'sht yetishtirib berishlaringizni so'rab va talab qilib qolaman. Bu videorolikimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yasizlar. Bu ayrim mutasaddi tashkilotlarga yetib borish uchun. Undan tashqari do'stlar, bozorda ko'rib turibmiz, to'g'ri. Arzon rastalar natilgan, arzon rastalar qo'yilgan, go'sht masalan boshqa yerda 150 so'm bo'ladigan bo'lsa, bu go'sht rastasida 130 so'm bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, 120 ming so'm bo'lishi mumkin, 100 ming so'm bo'lishi mumkin, olib bosib borsa.
Lekin adamlar ona ishonmayapti. Bu eshakning go'shida bo'ylab turibdilar ko'pisi kasal malning go'shida bo'ylab turibdi, ko'pisi u kasal, ko'pisi bu. Men ham shu ya eshitib turibman, O'zbekistonda hozir ayrim mollari, o'kizlari chiqib har xil kasalliklarga yetib turibdi ekan. Uni vaksinasi ishlab chiqildimi, davolanib turibmi, boshqa turibmi? Hozir yurtdoshlarimiz ko'pchiligi mol go'shi olib iste'mol qilishdan qo'rqib, faqat do'mboqcha olib yeb o'tirganlar bor. O'rta toifali oilalar ko'pchiligi qo'rqqandan go'sh ham yeb yurganlar bor. Ya puli yetmedi, ya o'zini o'zi aldida, kasal molning go'shi dedi, eshakning go'shi dedi, u go'shti, bu go'sh. Shuning uchun shu narsalarni kontrol qilishingizni so'rab qolaman. Bu meni albatta shaxsiy fikrlarim edi. Men shaxsiy fikrlarimni to'liq bildirishga haqqim bor. To'liq fikrimni aytishimga haqqim bor. İjtimoiy tarmoqqa o'zim audio, video zapislarimni qo'yib tarqatishga haqqim bor. Bu meni shaxsiy fikrlarim, sizlarning fikrlaringiz nechik? Kommentda yozib qoldiringlar do'stlar. Sizlarning fikrlaringiz men uchun juda ham qiziq. Like bosib, obuna bo'lib, kommentda shaxsiy fikrlaringizni yozib qo'ysangiz, men juda ham xursand bo'laman. Keyingi video roliklarimizda bizlarga motivatsiya bo'ladi deb umid qilaman. Sog' va salomat bo'linglar.